Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, hali o'zingizni muvaffaqiyatli tadbirkorman deb hisoblamayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Meni berayotgan maslahatlarim sizga albatta manfaatli bo'ladi. Hozirgi paytda siz bilan biz ko'rayotgan tadbirkorlar, o'sha muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar nimanidir evaziga tadbirkorchilikda muvaffaqiyatga erishgan. Aksariyati, ya'ni 90% dan oshiq muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar juda ko'p umrini yo'qotish evaziga, sog'ligini yo'qotish evaziga va asablarini tugashini evaziga mana shu muvaffaqiyatga erishgan. Aksariyat tadbirkorlarda shu muammo bor. Sog'ligida muammosi bor, yoshi ancha ulg'ayib qolgan yoki asablari tugagan. Mana shuni evaziga muvaffaqiyatga erishgan. Siz ham muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Aynan mana shu narsalarning evaziga. Lekin men sizga boshqa ikkinchi variantni taklif qilmoqchiman. Bu nima? Bu o'zingiz ustida ishlash. O'zingizni jismoniy holatingiz ustida, o'zingizni ruhiy holatingiz ustida, o'zingizni energiyangiz ustida, o'zingizni bilimingiz ustida, ya'ni ko'proq o'zingizni shaxsiy rivojlanishingiz ustida ishlash. Yo u yo'lni tanlaysiz, yo bu yo'lni tanlaysiz. Qaysi variant sizga ma'qul? Izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring.